Ishongingiz kelmaydi, 19 yosh bola 1 milliardlik kompaniya tuzganini. Ben Francis, Buyuk Britaniyalik biznes maktabi o'quvchisi, 19 yoshida ham o'qib turib, o'qishdan keyin Pizza Hut'da dastavkada ishlab, orttirgan $650 pulini $200 ga tikuv mashinasini oladi, $400 ga material olib turib, o'zi yoqtirgan sport kiyimlarini tikadi. Birinchi ishini u analizdan boshlaydi, brendini sotuvga olib chiqib o'tganda, Adidas bilan Nike milliarder sportchilar bilan milliardlik kontraktlar qilayotgan paytda u YouTube'dagi influencerlarni, ya'ni sport blogerlarni nazar soladi. Ular 50 mingtalik, 60 mingtalik paytida podpishchiklari. U o'shalarga sportmenlarga o'zini tikkan kiyimlarini jo'natadi. Ya'ni ular bilan do'stona aloqa qiladi. Ular 10 million, 20 million podpishchiga bo'lib ketgandan keyin, ular fabulous star bo'lib ketganidan keyin, yulduz bo'lib ketganidan keyin avtomatik hamma Gymshark kimligini va qanaqaligini qidirishni boshlaydi. Qissadan hissa shuki, $650 bilan boshlangan va $40 atiga reklamli aksiyasiga pul tikilgan brend hozir 1 milliard 200 million dollarlik ishga aylandi va uni 70% o'sha kompaniyani Gymsharkka, o'sha haligacha Ben Francisga qarashlik. Gymsharkning strategiyasi nima? Ular reklamli aksiya qilmaydi, ular do'stona aloqa tuzadi. Ya'ni o'sha assotsiatsiyalar bilan, sport assotsiatsiyalari bilan. Ikkinchi eng asosiy strategiyalardan bittasi bu limitirovaniy kolleksiya chiqazadi. Ya'ni xaridorlar va potrебительlar sani yangiligingga bo'lgan qiziqishni har doim uyg'otish. Eng uchinchisi kerakligi bular o'zini xaridor emas, do'stni qabul qilib, support departmenti, ya'ni qo'llab-quvvatlash bo'limi do'stona face to face nima olib ketadi, suhbat olib ketadi, kamchiliklarini ustida. Gymsharkdagi kompaniyani tuzishi bitta siri bor. Uning uchun 1 milliard dollar kerak emas, katta niyat kerak ekan. Ya'ni $650 bilan siz ham milliardlik kompaniya tuzishingiz mumkin. Niyatingizni yaxshi qilsangiz bo'ldi.